Assalomu alaykum qadrli Ekoterim kuzatuvchilari. Bugun 29-may 2025-yil 100 kvadratdan 150 kvadratgacha bo'lgan aqlli yo'limiz sotildi. 6,5 million so'mga. Uylariga tashlab berish bilan kelishdik. Farg'ona viloyati Marg'ilonda yayilmasligi ekan. May oyidagi bonusimizga ham ega bo'lishdi. Bizdan bitta o'tin ko'mir xarid qilgan klientlarimizga bittadan shunaqa ko'ra qo'shib beryapti o'dik. Mana bu klientimizga qo'shib berib yuryapmiz. Kimga shunaqa aqlli yo'llar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Kirgili Eski Temir bozori deyiladi. Shu to'g'rida Qizil Saman mo'yka bor. Shu Saman mo'ykadan kirib kelganlaringda joyimiz o'ng qo'lda keladi. May oyi skitkamiz mana bugun endi oxirgi kunlari. Agar iyun oyiga ham shu skitkalaringni qilinglar desalaring, do'stlaringga bu videoni jo'natib qo'yinglar. 1000 ta prosmotr, 200 ta kommentariya bo'lsa, iyun oyiga ham shu skitkamizni qilib beramiz. Iyun oyida ham bizdan yo'l xarid qilgan klientlarimizga shunaqa ko'ramizdan bitta qo'shib beramiz bonus qilib.